Uchtami? Uchta. O'rganlaring. Ana blogerlaring keldimi? Sizni kutishyapti. Shaharni oldi blogerlarisanmi salla? Tirikchilik qilib yuribmiz endi. Boshqa ish qilsalaring bo'lmasmidi? Men deymanmi? Nima? Ada o'zingiz aytgansiz qilinglar blogerlikni. Karantinda bekor o'tirmaydi, men rivojlanib ketdi-ku. Reklama qilish kerak. Ha? Zo'r qilib berlaring. Evaziga tirik chiqib ketasan. Bo'ldi, anaqa cho'tki qilib beramiz. Severniy Olmazor perikroskasida joylashgan eski Bonanzani yonginasida ochilgan yangi arena bilyard game klubga xush kelibsizlar. Yaqin do'stlarni olib, ulfatlarni olib, yo'qmayapti, bashara yo'qmayapti. Tushunsanmi? Sen reklamani qilib, menga emasmi? Men haligi jichcharini qilib. Bo'ldi. Nimaga qarab tursan? Yo'q, ana aka baland baqiroqroq. Yo, zabs shuqot ovoz. Uzr bo'ldi. Sen ham ovozingni chiqarmasdan kalta Boshladik. Xullas bizning arenada rossiyskiy bilyard bor hamda amerikanskiy bilyard bor. Pul. Mazza qilib oshna o'yinlar kelib o'ynab ketsanglar bo'ladi. Bor. Yetadi. Menga qara. Butta ham olasizlarmi? Kompyuterlar ham bor deganingizga, Da obzor qilib chiroyli qilib ko'rsatib. Boshqa xonaga chiqamiz. Sudrayapti. arenada game klubimiz ham bor. Ha, kezgodan tortib любой o'yinni maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Xullas, atmosfera bomba. Futbol ko'rishinglar uchun ham kinoteatrimiz bor. Ha, oilalar bilan kelib maza qilib hordiq chiqaradigan joyi. Men Reklamalaringni oxirini qanaqa yopmoqchisanlar? endi oxiriga o'zingiz gapirib bersangizmi, do'stingiz? Mafiya. Arena bilyard game klub. Biz sizga faqat yaxshisini tavsiya qilamiz. Oxiriga o'zimni muzikani qo'yib yuborlaring. Ne.